O'zbekistonda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Bu jarayon mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ro'yxatga olish orqali aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi va daromad manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Mazkur tadbir ikki usulda amalga oshiriladi. Birinchi usulda 2026-yilning 15-yanvaridan 31-yanvarigacha bo'lgan muddatda census.stat.uz sayti orqali onlayn ro'yxatga olish ishlari amalga oshiriladi. Ikkinchi usulda 4-fevraldan 28-fevralgacha bo'lgan muddatda maxsus o'quvdan o'tgan shaxslar orqali uyma-uy ro'yxatga olish ishlari amalga oshiriladi. Yig'ilgan ma'lumotlar maxfiy saqlanadi va respondentning roziligisiz oshkor etilmaydi. Ma'lumotlarning sifatliligi, aholining faolligi va olingan ma'lumotlar to'g'riligiga bog'liq. Shu sababli har bir xonadonni ushbu tadbirda faol ishtirok etishi ro'yxatga olish muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashda ahamiyatli hisoblanadi.